nima qilyapsan sen? Men sizlarga ishchi ollaring degandim. Oldilaringmi? Конечно oldik. U odamni ko'rsangiz judayam shijoatkor. Qalay ekan ta'mi? Zo'r? Toza bo'lgandan keyin zo'r bo'ladi. Конечно. Bittiysan maylimi? Albatta. Voy rahmat, boringga shukr. Tupoy, men o'zimga davlatdim, sen hech kim demadi. Xo'jayin, yangi ishchimiz sizni ko'pingiz. Voy jinnimisan, adamni bitta o'g'limi? Yo'q, men ma'noda aytmayman. Ular sizga o'xshab mehnatni yaxshi ko'radi. Shijoatkor, mehnatkash. Lekin odamga bunchalik o'xshaydi deb o'ylamasdim. Yo'q, qani o'zi? Hozir. Qani? Voy! Voy, labay xo'jayin. Qo'ydali. Yo'q, o'tmini. Biroz gaplashib ko'ring. Voy, sen toming ketgan. Assalomu alaykum. Oting nima? Abbos? Voy, yo'q, o'tmini. Jinnimisan. Samarqandda tug'ilmaganmisan? Samarqandda tug'ilganman. Qayerda bildingiz? Voy, yo'q, o'tmini. Yo'q, tegimizga suv qo'yaveradi. Men bunaqa ish topolmaymiz. Bizlar haqimizda juda ko'p ma'lumotlarni bilar ekan. Voy, biz haqimizda nimalarni bilasiz? Bizning toza choyimiz 27 yildan beri xalqqa xizmat qilib kelyapti. 7 yoshdan 70 yoshgacha mazza qilib ichadi. Hattoki chet elda ham bizning choyimizni sevishadi. Sababi biz 10 dan ortiq davlatga eksport qilamiz. Yaxshi, zavod haqida gapiryapti-ku. Bunaqa ishni topolmaymiz. Oxirgi savol. Kim o'lisan? Shu. Voy, qo'lingni tushir. Kim o'lisan deyapman-senga? Shu voy, intiriga qimmat gapir. Adres takani o'g'liman. Adresit? Fazibmi? Sinfdoshim. Ha? Voy, olib buni ishga ol. Men to'g'riyatimni yengilab yuraman.